Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, biz yana bir Samarqanddagi yana bir navbatdagi obyektimizning sizlarga ko'rsatishga, obzoriga ko'rsatishga keldik. Xo'p, bu obyektimiz Samarqand shahri O'zban kentiga joylashgan bo'lib, bu obyektimizni fasad qismiga o'zimizning Eron texnologiyasi bilan Samarqandda ishlab chiqaradigan mana shunaqa podrashka g'ishtlarni terilyapti. Ko'rib turganingizdek, g'ishtlar haqida polni bugun obzorni aytamiz. Narxlari bilan sizlardan bitta like bilan podpiska eslaringizdan chiqarmaysizlar. Xo'p, g'ishtimizni razmeriga haqida keladigan bo'lsak, balandligi 5 sm, uzunligi 22, qalinligi esa 3 sm. Bu g'ishtimizdan 1 kvadratga 85 tonna ketadi. Bu g'ishtimizning narxi 1500 so'm edi. Hozir kunda mana dekabr 2025-yil dekabr oyini 30-gacha bu g'ishtimizdan oladigan bo'lsangiz, bir donasining 1350 so'mdan olasiz. Ya'ni 150 so'm skidka. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana shu fasad ish jarayonlari ketyapti. Ko'rib turganingizdek, g'ishtlarni orqasiga baribir rastvor zalivat bo'ladi, lekin ko'rib turganingizdek, umuman sho'rlagani yo'q. Ya'ni bu g'ishtlarimiz umuman sho'rlamaydi. Xo'p, yana bitta plyus tomoni, g'ishtimiz juda ham qalin. Eron g'ishtiga qaraganda 1 sm qalinroq, yana baquvvatroq. Yana 3-plyus tomoni, g'ishtlarimizga ishlov berish umuman kerak emas. Bu tomonni u tomonni qirish, chunki bu o'zining to'g'ri ideal razmerlariga hammasi tayyor g'ishtlar, faqat teraslar. Endi hozir ozgina mana shu usta akalarimizning fikrlarini olamiz. Ustobo, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bir ikkita savol beraman endi sizga, ishingizdan qoldiraman. G'ishtlar haqida ozgina bitta ma'lumot olmoqchi edik. Mana shu hozir bu g'ishtni siz birinchi marta teryapsiz menimcha, bu g'ishtdan. Bundan oldin Eron g'ishtlari tergansiz-a? Endi o'zingizning fikringizni aytsangiz. Mana shu hozir razmerlarga qanaqadir o'ynash bormi terayotgan paytingizda? Yo'q, valnasi ham razmerlari hammasi çok. Ya'ni tekis, terishga qiynalmayapsiz. Yo'q, hammasi yaxshi. Xo'p, mana orqasini o'zi ko'ryapman. Mana bu g'ishtlar nam turibdi. Mana shu orqasini rastvor zalivat qilgansiz-a? Sho'rlagani yo'q g'ishtlar. Значит, uyni egasiga ham va mana qolgan nimalarga ham, ustalarga ham mana shu g'ishtni terishdan tavsiya bera olasiz. Taklif qilaman. Yaxshi hammasi. Xo'p, rahmat. Xo'p, azizlar, ko'rib turganingizdek, bu g'ishtlarimizda primoylardan tashqari mana shu uglovoy elementlari ham bor. Ya'ni mana shu deraza eshiklaringizning atrofini ugullardan termoqchi bo'lsangiz, keling, mana bu tomonga tergan joylari bor, ko'rsatamiz. Mana shunaqa spetsialniy o'zini ugullarini shunday qo'yib chiqsangiz agar juda ham chiroyli chiqadi. Bu usta akalarimiz bu tomonga arkali variant ekan, mana arkani ham chiroyli qilib, qo'llarida dard ko'rtmasin, zo'r teryaptilar. Ustobo, ko'pchilik bizlardan narxini ham so'raydi-da, mana shu usta haqqini hozir mana shu yoqqa necha puldan teryapsiz? Buni kvadratga qanday hisoblayapsizlar? Kvadrati 200 mingdan boshlanadi. 200 mingdan boshlanadi kvadratda, ya'ni. Mana bunaqa joylarichi bular sal mehnat ko'p talab qilar ekan. Shunda kesganimiz uchun mehnat haqqi ozgina ko'proq bo'ladi. Shuning uchun 200 mingdan. Agar mana bunaqa primoy joylari bo'lsa, sal yana kelishtirasizlar, ha? Qarab kelishdi. Joyiga qarab, fasoniga qarab kelishiladi, to'g'rimi? Mana buni hozir kvadratga ko'pchilik bizlardan so'raydi. Mana shu eshik derazalar ham kvadratga kiradimi deb so'rashadi. Qanday hisoblanadi mana shu joylari? Endi joyga qarabda mana bular katta arkali bo'lgani uchun kiryapti. Bo'lsa agar kelmaydi. Agar deraza eshiklar kam bo'lsa, chiqariladi. Agar mana bunaqa deraza eshiklar arkali sложный joylar bo'lsa, kvadratga kiradi, to'g'rimi? To'g'ri tushundim. Mana azizlar, ko'rib turganingizda, eshitib turganingizda kvadratda hozir kunda o'rtacha 200 ming, endi joyiga, fasoniga qarab yana kelishamiz deyapti ustobolar. Xo'p, azizlar, fasad qilmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiyam mana shunaqa однотонный, chiroyli, skromniy variant qilaman desangiz agar, mana shu bizlar o'zimiz Eron texnologiyasi bilan ishlab chiqarayotgan mana shu g'ishtlardan sizlarga tavsiya beraman. Kafolati zavod tomonidan bizlar ya'ni 75 yil bu g'ishtga kafolat beramiz. Ya'ni tergandan keyin fasadingiz mana shunaqa rangini o'zgartirmasdan, sifatli buzilmasdan uzoq yillar fasadingizga chidab beradi. G'ishtlarimiz mana shunaqa upakovkada bo'ladi. Hozir bizlar buni o'zimizning brendda korobkaga qilganmiz. Bular bir ancha oldin olganda u paytda upakovkalarimiz shunaqa edi. Korobkada bo'ladi. Korobkasiga 5ligimizdan 40 dona keladi. Ya'ni 1 kvadratga 85 ta kelsa, ya'ni yarim kvadratdan sal kamroq bir korobkada keladi. Xo'p, azizlar, siz qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, bizlar mana shu Samarqandda bu ishimizni ishlab chiqaramiz. Boshqa viloyatdan telefon qilsangiz agar, biz o'sha viloyatdagizda mashina, shoferlar topib beramiz. Shoferlarni topib berib, yo'l kirosini bilib beramiz va mana shu shoferlar bilan kelishsangiz agar, yo'l kirosini biz g'ishtlarni chiroyli qilib yuklab beramiz. Yuklab bergandan keyin shoferlar o'sha aytgan manzilingizga olib borib beradi. Yo'l kirosi alohida bo'ladi. O'zbekistonda qaysi viloyatda bo'lmasa ham, bizlar yuklarni, mana shu g'ishtlarni chiqartirib yuboraveramiz. Azizlar, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, qanaqadir ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz agar, обязательно bitta like bosishni eslaringizdan chiqarmang va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz agar, bundan keyingi obyektlarni bizlar qo'yib ketamiz va bundan keyingi informatsiyalarni mana shu kanalga qo'yib ketamiz. Shuning uchun bizlarni yutqotib ko'rmasligi uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying va
fasad qilmoqchi bo'lgan video do'stlaringiz bo'lsa agar shu videoni jo'natib qo'ysangiz agar manfaatli bo'ladi. Hammangizga rahmat. Brick House hamma vaqt sizlar bilan.